فلله درها وإن سلمت كان الرجوع قريبا. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Bularni oling onajon. Uyga ulib olgandim. Nimalar olding bolam? Nega buncha urinding? Yoki mehmonlar keladimi? Uyimizda to'y bo'ladiganga o'xshaydi. Ha onajon. Men uchun juda ham aziz bo'lgan bir inson uchun dasturxon yozishingizni istayman. Aziz inson? Kim u? Shuncha narsani sotib olish uchun pulni qayerdan olding? Kim u deganingizga? U Muhammad Idris Ash-Shofi al-Hoshimi. Pullarni esa Alloh azza va jallaning o'zi yetkazdi. Alhamdulillah. Bergan ne'matlari uchun Allohga shukr. Xo'p bolam, xo'p. Mendan ilm ahlidan xos hadislarni qabul qilishda hujjat bo'ladigan eng kichik shartlarni belgilab berishimni so'rashdi. Men bir kishi boshqa bir kishidan rivoyat qilib isnod payg'ambar sollallohu alayhi va sallamga yoki u zotdan keyingi sahobalarga borib yetsa dedim. Shuningdek, xos hadis rivoyat qilish uchun roviyda quyidagi ikki jihat bo'lishi shart. Birinchisi, hadis rivoyat qilayotgan kishi ishonchli, rostgo'y, oqil, hadisning ma'nosini so'zlari bilan biladigan bo'lish kerak. Ikkinchisi, hadisni faqat ma'nosini emas, qanday eshitgan bo'lsa so'zma-so'z yetkazishi kerak. Agar faqat ma'nosini aytadigan bo'lsa, o'sha ma'noni o'zi tushunmasligi va o'zi ham bilmagan holatda halol bo'lgan narsani harom deb qo'yishi mumkin bo'ladi. Shu ikki narsaga e'tiborli bo'laylik. Muhammad Idris Ash-Shofi Rasululloh hadislarini o'rganishni boshlaganimdan beri men ko'rgan eng ilmi kuchli faqihdir. U zot Imom Malik ibn Anas rahimahullohning eng aqlli shogirdi bo'lganlar. 15 yoshlarida dars berganlar. Onajon, ularga o'xshagan olimni topib bo'lmaydi. Seni hech bir odam haqida bunday to'lqinlanib gapirganingni eshitmagandim, o'g'lim. Ha, onajon. Chunki Ash-Shofiga o'xshashini ilgari ko'rmaganman. U ruhan pok, aqlan yuksak, zehni o'tkir. Hadis ilmining ustozi, arab tili olimi va fiqhda zakovatli odam. Ash-Shofi sening qalbingdan joy olganga o'xshaydi bolam. Uni xonadonimizga ziyofatga chaqirib yaxshi qilibsan. Olimlarni izzat ikrom qilish husni odobdir bolam. To'g'ri aytasiz onajon. Qulog'im sizda hojam. Chaqirmasingizdan avval xizmatingizga shayman. Qulingiz farishdan, ko'nglingiz to'q bo'lsin. Bir lahza ham mijja qoqmayman. Buyursangiz bo'ldi. Ko'p gapirma Abul Abbos. Eshit. Kelayotgan kunlar bizlar uchun o'ta muhim va hal qiluvchidir. E'tiborli bo'lib, uxlab qolmasliging kerak. Har yerda hozir-nozir bo'lishing kerak. Sadoqatim va ehtiyotkorligimni yaxshi bilasiz, hojam. Bizga quruq gap emas, amaldagi ish kerak. Sizni ishonchingizni oqlamaydigan ish qilmaganman, qilmayman ham. Ibn Ashras shuncha payt Ali Aminning yonida bo'lish to'g'ri bo'ldimikan? Do'stim Marisi haqida gapirganlaridan jahlim chiqdi deb o'ylayotgan bo'lsa kerak. Endi bu zolimning nafratini qo'zg'amasligim kerak. Ha. U bilan uchrashishim kerak. Yomon odamlardan omon qolish uchun yangiliklardan xabardor bo'lish kerak.
Marhamat shayxim, oling. Barakalla ibn Hambal. Rahmat. Marhamat. Alloh rozi bo'lsin. Sizni tanishimizni bilganlar bizga hasad qiladilar. Abu Abdulloh. Siz kabi Rasululloh hadislarini o'rganayotgan talablar bilan birga bo'lish meni ham shod qiladi. Sizlar menga sahobalarni eslatasiz. Alloh siz va sizga o'xshaganlardan rozi bo'lsin. Sizlar Rasululloh sunnatlarini avaylab asrayapsizlar. Sallallohu alayhi vasallam. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarini o'rganayotgan talabalar Allohning suhbatiga eng yaqin kishilardirlar. Bu haqida she'r yozilgan, eshitasizlarmi? Ha, albatta eshitamiz. Tahsilni aziz deb bilgan toliblar azizlik topdilar sharafga to'lib. Uni xor qilganlar nafsga mag'lublar, zolimdir yasharlar mudom xor bo'lib. Tahsilni aziz deb bildingiz. Azizlik topdingiz sharafga to'lib. Uni xor qilganlar nafsga mag'lubdir. Olimlar yasharlar mudom bor bo'lib. Allohumma amin. Barakalla. Ofarin ibn Hambal. Ofarin. Bu nima edi Ibn Hambal? She'riyatga ham qo'l urdingmi? Ibn Nuh, bu shoirlarga endi bas kelib bo'larmidi? Buncha hayallading Abu Hoshim. Juda ko'p kuttirding axir. Seni kuttirib qo'ydim. Mo'minlar amiri hozir bandlar. Sen bilan ko'risha olmaydilar. Rostdan ham bandmi? Ha, u juda ham band. Yaxshi. Unda boshqa safar kelaman. Yaxshi qol Abu Hoshim. Sumoma. Nima deysan? Kerak bo'lsang, mo'minlar amirini o'zlari seni chaqiradilar. Tushunmadim. Tushungan odamga bir og'iz gap yetarli bo'ladi. Agar mo'minlar amiriga kerak bo'lib qolsang, o'zlari chaqiradilar. Agar aytayotganlaring rost bo'lsa, Rost hojam. Al-Amin xutbada o'zidan keyin o'g'li Musoning ismini zikr qilishlarini amr etibdi. Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. Qo'rqqanimiz sodir bo'ldi hojam. Bu hammasi Ibn Robiyning nayrangi ekaniga shubha yo'q. Shubhasiz. O'shaning ishi. Endi nimalar qilmoqchisiz hojam? Ukam Al-Amin meni o'ylashni ham istamagan ishlarimni qilishga majbur qilyapti. Fikrimcha, Aminning qilgan ishiga kuchli va qat'iy javob qaytarishingiz kerak. Qaytib sizga zulm qila olmasin. Menga qara Abu Abbos. Men barcha aloqalarni cheklayman. Tamg'a va pullardan uning nomini olib tashlayman. Xuddi mana shunday qilaman. Zohira shu bilan o'ziga kelib qolsa. Siz nima desangiz shu? Valiahd shahzodam. Ular sizni halimligingizdan foydalanishgan mo'minlar amiri. Kimda-kim meni bag'rikengligim va shafqatimni suiiste'mol qilsa, qilichim tig'idan qochib qutula olmaydi. Ibn Abbos. Qanday qilib bunday ishlarga jur'at qiladilar bilmadim. Hojam, avvaliga ular kelishdan bosh tortdilar. Keyin Bag'dod yo'llarini berkitib qo'ydilar. Endi esa pul va tamg'alardan mu'minlar amirining nomini olib tashlabdilar. Yana ham Alloh bilguvchiroq. Xudo biladi ular nima xohlaydilar o'zi. Orqaga qaytish yo'lini bilmaydigan adashganlarga o'xshaydilar.
Bu yo'l ularni halokatga olib boradi. Qasam ichaman, ular hali qilgan ishlari uchun pushaymon bo'ladilar. Garchi u akam bo'lsa ham. Al-Ma'mun Ibn Sahl va uni tarafdorlarini qo'g'irchog'iga aylangan. Ularni o'rinlarini ko'rsatib qo'yaman hali. Agar bu ish oldindan o'ylangan bo'lsa, qo'llaridan hech narsa kelmaydi. Ularga shunday zarba beramanki, hatto chaqaloqning sochlari oqarib ketadi. Ular o'z qo'llari bilan o'zlariga o'lim hukmini yozdilar, hojam. Menga qara Ibn Robiy. Labay hojam. Har bir shaharga maktub yo'lla. Hokimlarga buyur. Ma'munning ismini xutbada aytmasinlar. Mo'minlar amiri Al-Amin va uning o'g'li Amir Muso desinlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi. Yaxshi keldingizmi, Shafiy? Sizni hech bunday holatda ko'rmagan edim. Tinchlikmi? Agar mojaro avj olsa, musulmonlar og'ir ahvolda qoladi. Allohim lutfu karaming ila bu olovni o'chir. Yo Rabbim. Nima bo'lganda ham u seni akang. Agar u chindan ham akam bo'lganida, Xuroson itlariga itoat etib o'tirmas edi. Unga yuborgan xatlarimni derazadan uloqtirgan bo'lar edi. U o'sha dindan qaytganlarga qo'shilgan. Bani Abbos qurganlarni vayron qilishni xohlayotganlarni tingladi. Yoki hammasi esdan chiqdimi? Aslo yo'q. Hech narsani unutmagan. La'nat bo'lsin. Hammalariga la'nat bo'lsin. Otang Harun ar-Rashid rahimahullohning vasiyatini buzish haqiqatan ham to'g'ri ishmi? Agar otam tirik bo'lganida, akam Al-Ma'munni qilayotganlari uchun xuddi shunday yoki bundan ham battar qilardi. Muhammad, ularning xalifalarini olib tashlashga urinma. Aks holda ular seni taxtdan ag'darishadi. Ahdga xilof ish qilma. Agar shunday qilsang, ular ham ahd va bay'atni buzadilar. Nima bo'lsa bo'lsin. Allohning oldida bergan va'dang nima bo'ladi? Alloh bilib turibdi. Men akam Ma'munni tinchlantirish uchun qo'limdan kelganicha harakat qildim. Ammo u meni maslahatlarim va gaplarimga quloq solmadi. Harun ar-Rashid rahimahullohning tuzgan ahdlari endi o'tmishda qoldi. O'tmishda? Qanday qilib? Makka-i Mukarrama valisiga xabar yo'llab, o'sha ahdni Ka'badan olib tashlashni buyurdim. Ularni menga yuboradi. O'zim yirtib tashlayman. Xurosondagi mal'un bilib qo'ysin. Atrofidagi itlari bilan halok bo'ladi. Akangga bunday qilishga Allohdan qo'rq. U seni akang, otangdan qolgan yodgoring. Rahim shafqatingni dunyo va uning makruh hiylalari olmasin. Bularni hammasini men boshladimmi, ona? Alloh haqqi ayting. Men birinchi boshladimmi yoki u? Ikkovingiz ham xato qilyapsiz. Makkorlarning makriga uchyapsiz. Aslida Al-Ma'mun janjalni boshlab orangizdagi rishtalarni uzayotgan bo'lsa, sen uning izidan boryapsan. Meni atrofimdagilar aqlli odamlar. Ularni otam Harun tayinlagan. Ular hech qachon bergan va'dalarini buzmaydilar. Lekin ahdni ham, vasiyatni ham buzishlari mumkin. Amin.
Suv bering. Suv. Suv. Tomog'im qurib ketdi. Tomog'im. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Do'kondan kelyapsanmi? Ha, onajon, qaytdim. Nega erta qaytding? Yolg'onchi Umayrni ta'zirini berib qo'yish uchun qaytdim. Umayr. Seni jazo berishingga loyiq nima xato qilibdi? Aytsam ishonmaysiz onajon. Umayr meni aldadi. Shayxim olamdan o'tdilar deb yolg'on gapirdi. Balki rostdan ham shayx olamdan o'tgandir. Qayerdan bilasan? Nima bo'lganini surishtirib bildim onajon. Shayx dars vaqtida uxlab qolgan ekan. U esa darsdan qochib qolgan. Shunaqa. Umayr, qani yonimga kel. Senga ko'rsatib qo'yaman. Umayr. Amir, yonimga kel. Kel bu yoqqa. Nima xohlaysiz ona? Nima qilib beray? Yaqinroq kel. Bu yoqqa kel. Uni emas, seni jazolash kerak aslida. Chunki sen bolangga qanday tarbiya qilishni bilmaysan. Mana senga. Seni urgan savobga qoladi. Qani yonimga kel. Qochma. Alvasti xotiningga ham ko'rsatib qo'yaman. Ish yoqmas jodugar. Bunday g'amgin o'tirishingizdan xavotirdaman, Shafi. Men o'ylaganim bo'lsa-chi? Yo'q. Unday bo'lmasa kerak. Shafi shu paytgacha bu haqida og'iz ochmagan. Agar shunday bo'lsa ham, u hammasini ichiga yutib yuradi. Men Al-Fadl ibn Sahl Sariyaqsi Abu Abdulloh Al-Mamunni mo'minlar amiri deb bay'at qilaman. Siz vahima qilyapsiz, opa. Shafi bunday xayolga bormasa kerak deb o'ylayman. Hamma erkaklar ham farzandli bo'lishni istaydilar. Farzandlar hayoti davomida ham, vafotidan keyin ham otalarining ismini ko'tarib yuradilar axir. Bunday narsalar hammasi Allohning qo'lida. U kimni xohlasa beradi, kimni xohlasa undan qaytaradi. Shafi iymonli kishi. Allohning qazo va qadariga norozilik qilmaydi. Shafi ayta olmayapti. U Alloh bizga farzand bermasa-chi deb qo'rqyapti. Meni eshiting, opajon. Bunday yomon o'y xayollarni miyangizdan chiqarib tashlang. Siz hali juda ham yoshsiz. Hayotingiz oldinda siz bilan bo'layotgan holat vahima va xom xayoldan boshqa narsa emas, ishoning. Bilmadim, Shahnoz. Bilmadim. Ko'nglim sezib turibdi. Shu narsa erimni tashvishga solyapti. Turmushingiz endi boshlandi, opajon. Allohning rahmatidan noumid bo'lmang. Eringiz siz aytayotganlarni emas, boshqa narsalarni o'ylayotgan bo'lsa kerak. Bilmadim, Shahnoz. Bilmadim. O'zingizni qo'lga oling, opajon. Ko'p kuyunavermang. Allohim, sen behojatsan. Biz senga muhtojmiz. Sen kuchlisan, biz zaifmiz. Sen azizsan, biz xormiz. Ey o'zgalarni bog'lovchi zot, bizlarni o'zingga bog'la. Allohim, bizlarga o'zingga yaqinlashtiradigan amallarni qilishni nasib et. Ey Alloh, ey Rahim, ya Alloh. Niyat qilinmagan namoz to'liq bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilgan hadisda amallar niyatga bog'liqdir. Iymonga kelsak, ulardan keyingi barcha sahobalar va tobiinlar
iymon 3 narsani o'z ichiga oladi. Til, amal va niyatdir deb ijmo qilganlar. Biri boshqasidan ajratilmaydi. Rasululloh va ularning ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Sallallohu alayhi va sallam. Alloh sizdan rozi bo'lsin, Abu Abdulloh. Ma'zur tuting shayxim. Abul Mughira. Eshitaman Abu Abdulloh. Do'sting 2 kundan beri ko'rinmayapti. Ibn Hanbalmi? Uni biroz tobi yo'q edi. Ahmad kasal bo'lib qoldimi? Nega avvalroq xabar bermading? Yo'q, jiddiy kasal emas. Xavotir olmang shayxim. Qanday xavotir olmay Abul Mughira? Ahmad yaxshi odam. Uni ziyorat qilish bizga vojibdir. Qani yuringlar. Do'stlar, Ahmad ibn Hanbalni ko'rgani boramiz. Yuringlar. Allohning marhamati ila. Yuring Abu Savr. Hozir kech bo'ldi, erta tongda borsak bo'lmaydimi? Vaqt allamahal bo'ldi. Yo'q, Abu Savr. Uning betobligidan hozir xabar topdik. Shuning uchun hozir boramiz. Ketdik. Alloh sizni rahmat qilsin Butayna. Sizni juda ham sog'indim. Hozir siz menga har doimgidan ham ko'proq keraksiz. Xuddi onamdek mehribon bo'ldingiz. Xuddi opamdek ham qayg'uda ham, quvonchda ham sherik bo'ldingiz. Hech kimni sizni sog'ingandek sog'inmayman. Shafinni ko'ziga qanday qarashni bilmayapman. Intizorlik bilan kutgan farzandini bag'riga bosish uchun u boshqa ayolga uylanishi kerak. Nima qilishni bila olmayapman. Vahimaga berilib ketayotgan bo'lsam kerak. Bilmadim. Kech bo'lishiga qaramay, ovora bo'lib meni ko'rgani kelibsiz, Shofiy. Menga qilgan g'amxo'rligingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Ziyorat qilish vojib amaldir, Ahmad. Dinimiz ham, ilm ham buni tasdiqlaydi, birodarim. Nima bo'ldi? Qayering og'riyapti? Biroz boshim aylanyapti. Inshaalloh o'tib ketadi. Yengil bosh og'rig'i va ko'z olding qorong'ulashyaptimi? Ha. Qayerdan bildingiz? Seni qiynayotgan darding o'tib ketadi inshaalloh. Bag'dodning oftobida uzoq qolganga o'xshaysan. Chindan ham to'g'ri aytdingiz. Dalada ishlagan edim. Har doimgidan ham ko'proq qolib ketdim. Har holatimizga Allohga shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah, hammasi joyida. Inshaalloh tuzalib ketasan. Kech kelganimiz uchun bizni ma'zur tutasan. Bu haqda hozir bildik. Alloh sizlardan rozi bo'lsin. Agar betobligim sizni har kech ko'rishimga sabab bo'lsa, har kuni dalaga chiqaman. Bag'dod quyoshida qolishga tayyorman. Sizlarni ovora qilib qo'yganim uchun yana bir bor uzr so'rayman. Hech qisi yo'q Ibn Hanbal, ovorasi bormi? Bemorni ziyorat qilish bizlarga vojib, sening esa haqqingdir. Bu to'g'risida ikki misra she'r aytaman. Tinglaysizlarmi? Albatta shayxim. Jon deb eshitamiz. Derlar, Ahmad sizni qilar ziyorat. Siz ham uni doim turasiz yo'qlab. Dedim, fazilatlar qilmas xiyonat, egasini topar so'roqlab, yoqlab. Ofarin Abu Abdulloh. Agar bemorlik Ahmadga bag'ishlab she'r yozishingizga sabab bo'lgan bo'lsa, unda men ham ertadan boshlab kasal bo'laman. Meni ko'rgani qachon borasiz, shayxim?
Bizni o'ylab tashvishimizni qilganingiz uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ijozat bersangiz sizga javob qaytarsam. Shayxim kelsa qilar marhamat. Men borsam fazliga bo'lar e'tirof. Xullas tasdiqlaydi har ikki holat. U afzaldir, yo'q bunga xilof. Ofaring. Baraka top Ibn Hanbal. Qoyillatding. Aha, agar shunday javob qaytarish kerak bo'lsa, men avvalroq aytgan gaplarimni qaytarib olaman. Men jang qisqa bo'lishini xohlayman. Tez tugashi kerak. Xoinlarni to'xtatadigan urush bo'lsin. Mo'minlar amiriga qarshi chiqqanlar qanday bo'lishini ko'rib qo'yishsin. Biz doim tayyormiz, hojam. Bizga nima istashingizni aytishingiz kifoya. Alloh yo'lida sizni rozi qilishga shaymiz. Xuroson xalqi bilib qo'ysinlar. Bizdan yuz o'girganlarni sabrini sinagandek. Mo'minlar amiri Al-Amin ibn Harun ar-Rashidning ham sabrini sinamasinlar. Ma'mun ham yaxshilab bilib qo'ysin. Uning bu qilgan ishi jinoyatdir. Hali hammasi uchun javob beradi. Uni oyoqlarim ostida zanjirband qilaman. U va unga yordam bergan xurosonliklarni yer bilan bitta qilaman. Xurosonliklarni dedingizmi, hojam? Ular bizga qarshi chiqa olmaydilar. Bir kecha ham dosh bera olmaydilar. Qo'shinga kimni bosh qilib tayinlaymiz? Menimcha, agar siz ham rozi bo'lsangiz, bu lavozimga eng munosib kishi bu Ali ibn Iso ibn Mahandir. U uzoq vaqt Xuroson hokimi bo'lgan. Xurosonning past-balandi va yo'llarini yaxshi biladi. U eng munosib kishi. Shubhasiz, bu vazifaga undan-da munosibi yo'q. Demak, uni qo'shinimga sardor etib tayinlayman. O'zi bilan qancha istasa, shuncha qurol aslaha olsin. Alloh allaqachon buyurgan ishni boshlang. Seni kamtarligingni juda yaxshi bilaman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislarini va fiqhdagi dalillarni yaxshi bilishingga qaramasdan, doim o'zingni kamtarona tutasan. Haddan ortiq kamtarliging uchun senga tanbeh bermoqchiman. Men o'ta kibrli emas, balki o'ta kamtardek bilganing uchun Allohga shukr, Abu Zakariya. Chunki inson o'zini chinakamiga bilmasa, kamtar bo'la olmaydi. Ammo sen o'zingni Shofiyning oldida kamtarligingni oshirib yuboryapsan. Shuni bemalol ayta olamanki, u men uchun ham aziz inson. Ammo uni ilm va fiqhda sendan ham aqlli deb o'ylamayman. Bag'dodda seni o'ziga yarasha obro', e'tiboring bor. Shuning uchun do'stlaring ham, men ham Ash-Shofiyning ilmli va fazilatli ekaniga qaramasdan, unga nisbatan bunchalik kamtarona munosabatda bo'lishingni o'rinli ko'rmayapmiz. Bu gaplarni aqling emas, qalbing gapirayotganini bilib turibman, Abu Zakariya. Meni yaxshi ko'rganing sababidan bu gaplarni gapirishdan o'zingni tiy. Ilm va fazilatda Shofiyga teng keladigani bormi? Ibn Hanbal qanday qilib unga teng kelsin? O'zingni mana shunday tutishingni o'ta kamtarlik deyapman, Ibn Hanbal. Bu kamtarlik emas, balki har bir insonning hurmatini joyiga qo'yishdir. Shuni bilib qo'y. Agar Shofiy bo'lmaganida hadis ilmini o'rgana olmas edik. Nega birdan o'zgarib qoldingiz, Shofiy? Hech qachon meni yolg'izlikda qoldirib uxlab qolmas edingiz. Achchiq azob chekishimga qo'ymas edingiz. Meni avvalgidek sevmasligingiz mumkinmi? Nimadan bunchalik o'zgarib qolganingizni aytishingizni istardim. Shofiy odamlarning fikrini buzayotganidan xabaring yo'qqa o'xshaydi. Ash-Shofiy odamlarning fikrini buzayapti. Xo'y inson, o'zing bilmagan narsalar haqida gapirishni qachon bas qilasan? O'zing aytganlaringga o'zing ishonasanmi? Bu haqiqat emasmi? O'tir. Qanaqa haqiqatni aytayapsan?
Sen va Mu'tazili do'stlaring ko'radigan haqiqatmi? Bilib turibman. Ash-Shofiyning Bag'dodda ekani sizlarni tashvishga solyapti. E'tiqodingizdagi xatolarni oshkor qilishidan va odamlar sizdan yuz o'girishidan qo'rqyapsiz. Noto'g'ri fikrga boryapsan do'stim. Agar biz Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattobni himoya qilsak, bizni maqtaysan. O'zing esa Ahmad ibn Hanbalga bo'lgan nafrating tufayli Shofiyga gapirishni istamaysan. Xo'sh, endi aytchi, kim aqlsizlik qilyapti? Ahmadni yomon ko'rishim va uning Ash-Shofiyning yaqiniga aylangani meni ayni haqiqatni gapirishdan to'xtata olmaydi. Men yaxshi insonlarning yaxshi fazilatlarini aslo inkor etmayman. Ibn Hanbal bilan o'rtamizdagi munosabat dinim va iymonimga zarar bermaydi, inshaalloh. Sizlar doim o'zingizni oqlashga sabab topasizlar. Har qanday yomonlik va taqiqdan o'zingizni oqlash uchun bahonangiz bor. Sizlar deganda kimni nazarda tutyapsan, Badr? Hammani nazarda tutyapman, do'stim. Musulmonlarga nima bo'lyapti, Abu Fas? Bir musulmon boshqasining qonini to'kishi aqlga sig'maydi. Ar-Rashid rahimahulloh davrida ko'rmaganlarimizni ko'ryapmiz. O'sha paytda bularning qilishlari dushmanlarning bo'yniga boradigan yo'ldan boshqasini bilmas edi. Bugun esa musulmonning bo'g'ziga nayzalar otilmoqda. O'z dushmani bilan kurashish o'rniga o'zini o'zi yo'q qiladigan ummatning holiga voy bo'lsin. Men islom dini uning tarafdorlari va hukmdorlari tomonidan obro'sizlantirilayotganiga g'am chekayman. Go'yo so'zlari bilan bir-birlariga pichoq sanchish yetarli bo'lmaganidek, endi qilichlarini ham olishmoqda. Shunchalikka bordingmi Bag'dod? Nimalar bo'lyapti senga Bag'dod? Shunday bo'lishini xohlaganmiding ey Bag'dod? Bizni qayerga olib ketyapsan Bag'dod? Ularga odamning ikki o'g'li xabarini haq ila tilovat qilib ber. Ikkovlari qurbonlik qilganlarida birlaridan qabul qilindi, boshqasidan qabul qilinmadi. Qobil boshqa, Qobil boshqa. Qobil boshqa. Qobil boshqa. Qobil boshqa. Qobil boshqa. Shundaymi? Ukam Amin menga qarshi urush boshladimi? Ha, hojam. Bu maktubni Bag'doddagi ayg'oqchilarimizdan biri yetkazdi. Uning xabariga ko'ra Al-Amin 40 ming kishilik lashkarni to'plab jangga hozirlik ko'rayotgan emish. 40 ming askar deysanmi, Abul Abbos? Bu juda katta qo'shin-ku. Biz buni yarmini ham to'play olmaymiz. Hojam. Suyanadiganlari kam bo'lsa ham haqiqat doimo g'alaba qozonadi. Adashganlar ertami kechmi albatta jazosini oladi. Biz haq yo'ldamiz inshaalloh. Ular bizga hujum qilyaptilar. O'zlari bay'atni ham vasiyatni ham buzdilar. Qo'shinimiz ozchilik bo'lsa ham pok iymonimiz bilan ularga qarshi chiqamiz. Yashasak aziz bo'lib yashaymiz. O'lsak o'z qadr-qimmatimizni saqlab o'lamiz. Bag'dod qo'shinining lashkar boshchisi kim ekan? Ali ibn Iso ibn Mahan. Mohir jangchi. Jasur inson. Haddini ko'rsatib qo'yadiganlar bor. Kimni aytyapsan? Tohir ibn Husayn hojam. Bu urushni Tohir ibn Husayndan boshqasi hal qila olmaydi. Senga nima bo'ldi, Fas? Nomingizni ko'tarib yuradigan zurriyotingiz bo'lishini istashga haqlisiz.
Nega kulasiz? Nimasi kulgili? Bu gapni qayerdan olding, Favs? Meni hech narsani tushunmaydi deb o'ylayapsizmi? Xayolparast bo'lib qolibsan, azizam. Shubha gumonlaring seni adashtirib qo'yadi. Rashking hissiyotlaringdan ustun kelyapti. Gapimni tugatib olay. Sen o'ylayotgan narsa Allohning xohishi bilan bo'ladi. Shoshilishning nima keragi bor? Hali hammasi oldinda. Alhamdulillah, men xato qilibman. Shafi o'ylaganimdan-da yaxshi inson ekanligiga Allohga shukr. Lekin nega shu paytgacha kayfiyatingiz yomon edi? Mo'minlar amiri va uning akasi Al-Ma'mun o'rtasidagi urush meni juda qattiq tashvishga solyapti. Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. Qo'limdan keladigani urushga bormaslik bo'lyapti xolos. Men musulmonni o'ldirishni istamayman, Favs. Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. Ibn Akdam, Ash-Shofiyni maroq bilan tinglayotganingni ko'rdim. Ha, men u odamni yaxshi bilmayman. Ulamolar u haqida ko'p gapiryaptilar. Shuning uchun ham uni fikrlarini eshitib ko'rdim. Uning qarashlari tahsinga sazovor. Bu odam sultonning kuchi bilan odamlarni o'ziga og'diryapti deb kim aytdi? Sulton xalqni va olimlarni darsga qatnashishga majbur qilganmi? Vaqt soati kelib, sen ham, boshqalar ham hammasini tushunib olasiz. U ummat jasadidagi bezovtalikdan boshqa narsa emas. Ana o'shanda hammangiz aldanganingizni bilasiz. O'sha kun kelishini intizorlik bilan kutaman. Tezroq kelsin. Men sizga aytgan edim-ku, opa. Bekorga yomon xayollarga bordingiz. Bechora eringiz mashriq va mag'ribni o'ylab yurgan ekan. Siz bo'lsa, oyoqlaringiz ostida o'ralashib yurgan ekansiz. Shafi haq. Menga o'xshagan ayollar fitnaga berilib qoladilar. Shubha gumon meni ne kuyga solmadi deysan. Uni juda qattiq sevasiz-da. Shafining mahbubasi. To'g'ri aytasan, singlim. Er va xotin o'rtasida sevgidan boshqa narsa bo'larmidi? Men uni o'zimdan ko'proq yaxshi ko'raman. Qiynalgan, azoblangan kunlarimda hayotimga kirib kelib uni ravshan qildi. Alloh uni yaxshiliklar bilan siylasin. Musulmonlar va islom o'rtasida katta musibat boshlandi, Abu Abdulloh. Bunday bo'lishini kim o'ylabdi deysiz? Shu kunlar kelishdan qo'rqqan edik, Ahmad. Bir gal Ar-Roshid mendan bu haqda so'ragan edi. Unga xavotirimni aytganman. Ammo u o'g'illari ahd va vasiyatni muqarrar taqdir va farmoni oliy deb qabul qildilar deb o'ylagan. Mana endi ular Alloh va uning rasuli rozi bo'lmaydigan ishlarni qilishga borib yetdilar. Allohu akbar aytilgan jangda aka-ukalar bir-birining bo'g'zidan tutsa, Alloh barcha azob beruvchidan buyukroqdir. Shu darajaga yetib keldikmi, Abu Abdulloh? Bundan ham battar bo'lmasa edi. Ikkovlar ham razolatga shunchalar botganlarki, hatto bir-birlarini o'ldirishga qodirlar. Allohdan o'zgada o'zgartirish va kuch-quvvat yo'q. La havla va la quvvata illa billah. Allohim o'zing bizlarni hifz va himoyanga ol. Dunyoga Allohning o'zi kifoya. Dinimizga Allohning o'zi kifoya. O'zimiz uchun g'am cheksak, bizga saxovatli Alloh kifoya. Bizga hakim zotning o'zi kifoya. Yomonlik ila zulm qilganlarga Allohning o'zi kifoya. Ey Allohim, o'zing yordam ber. Ya Alloh. Sizdan bir narsani iltimos qilmoqchiman. Bag'dod ulamolari va faqihlari orasidan huquqshunoslikni yaxshi bilgan, benuqson risoladagidek, Yamanda qozilik qilishga munosib bir ilmli kishini topsangiz.
Bir kishini bilaman, fiqh ilmida unga yetadigani yo'q. U bunga rozi bo'larmikan? Men uni taniymanmi? Ismi Ahmad ibn Hanbal ash-Shayboni. Yo'q, tanimas ekanman. Kamtarlik ahli ilmning ziynati va boshidagi tojidir, mo'minlar amiri. U o'zini o'ta kamtar tutadigan yigit. Umrini ilm va fiqh o'rganishga bag'ishlagan. Shuningdek, hadis va ilm o'rganishda tengi yo'q. U ibodatli zohid yigit. Ochig'ini aytsam, undan boshqasini bu ishga loyiq deb bilolmayman. Unga bu ish haqida ayting. Agar rozi bo'lsa, uni bu yerga olib keling. Biz ham u bilan tanishib olamiz. Albatta olib kelaman inshaalloh, mo'minlar amiri. Albatta. Marhamat, o'tiring. Eshitishimcha, bag'dodliklar sizga yangi taxallus qo'yishibdi. Sizni hadis himoyachisi deyishayotgan ekan. Insonlar qalbidagi muhabbat ila Shofiydan roziligini bildirgan Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Olimlarning hujjati ilmdir, mo'minlar amiri. Ilm hujjatdir. Ha, Ibn Idris. To'g'ri aytasiz.